Qora sehr haqiqatmi? Qur'on bu haqida nima deydi? Tasavvur qiling. Bir insonning hayoti birdaniga o'zgarib ketdi. Kechalari uxlay olmaydi. Oilasida tinimsiz janjallar boshlanadi. Hech qanday sabab bo'lmasa ham qalbini og'ir qo'rquv bosadi. Shu paytda ko'pchilik bir savolni beradi. Bu qora sehrning ta'sirimi yoki oddiy hayot sinovimi? Bu savolga javob berishdan oldin bitta muhim narsani bilishimiz kerak. Islomda sehrning mavjudligi inkor qilinmaydi. Qur'oni Karimda sehr haqida oyatlar ham bor. Ammo islom har qanday muammoni darrov menga sehr qilishgan deb tushuntirishni ham o'rgatmaydi. Ba'zan insonning dardi kasallik, ruhiy bosim yoki hayotdagi sinov bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatni aql, ilm va din ko'rsatmalari asosida baholash kerak. Qur'onda Baqara surasida Horut va Morut ismli ikki farishta zikr qilinadi. Ular odamlarni ogohlantirib, biz faqat sinovmiz, kofir bo'lib qolma deb aytishgan. Ammo ayrim odamlar ogohlantirishga qaramay sehrni o'rganishni tanlaganlar. Bu bizga juda muhim haqiqatni bildiradi. Sehr bilan shug'ullanish og'ir gunohdir va musulmon bundan uzoq turishi kerak. Bugungi kunda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda boylik chaqirish, muhabbat sehri, bir kunda natija kabi va'dalar bilan odamlarni aldovga tortayotganlar uchraydi. Musulmonlar bunday da'volarga ishonmasligi va bunday ishlardan yiroq bo'lishi kerak. Lekin yana bir savol tug'iladi. Sehrgarlar bu ishlarni qanday qiladi? Ular haqiqatan ham g'ayritabiiy kuchga egami yoki odamlarni aldashadimi? Sehrgar uning ismini aytadi. Uyidagi ba'zi narsalarni biladi, hatto oilasi haqida gapirib beradi. Shu zahoti odam hayratda qoladi. U bularni qayerdan bildi? Ko'pchilik aynan shu yerda aldanadi. Aziz birodarlar va opa-singillar, islom bizni ogohlantiradi. Har qanday g'ayrioddiy ko'ringan narsa mo'jiza emas. Ba'zan bu oddiy aldov, ba'zan esa jinlarning yordamidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kim kohin yoki folbinga borib, uning aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsani inkor qilgan bo'ladi. Demak, folbinlik va sehrgarlik musulmon uchun juda xavfli yo'l. Sehrgarlar odatda uchta usul bilan odamlarni aldaydi. Ma'lumot yig'ish, odamlarning ismi, oilasi, muammolari haqida oldindan surishtirib qo'yishadi. Psixologik ta'sir, qorong'u xona, g'alati so'zlar, tutun va sirli harakatlar orqali odamni qo'rqitishadi. Jinlardan foydalanish. Ba'zi sehrgarlar harom ishlar qilib, jinlarning yordamiga murojaat qiladi. Jin esa odam haqida ayrim ma'lumotlarni yetkazishi mumkin. Lekin eng muhim haqiqat shuki, jinlar ham Allohning bandalari. Ular mustaqil kuchga ega emas. Alloh izn bermasa, hech kimga zarar yetkaza olmaydi. Qur'onda shunday ma'no keladi. Ular Allohning iznisiz hech kimga zarar bera olmaydi. Demak, mu'min insonning eng katta quroli Allohga tavakkal qilishdir. Endi yana bitta savol tug'iladi. Agar sehr bo'lsa, uning alomatlari qanday bo'lishi mumkin? Har bir muammo sehr degani emas-ku. Keyingi qismda aynan shu mavzu, sehr alomatlari va odamlar eng ko'p qiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Alloh barchamizni aldovdan, folbinlardan va sehrgarlarning fitnasidan asrasin. Sehrning alomatlari qanday? Har bir muammo sehr deganimi? Bugungi kunda kimningdir ishi yurishmasa, oilasida kelishmovchilik bo'lsa yoki sog'lig'ida muammo paydo bo'lsa, darrov menga sehr qilishibdi deydiganlar ko'p. Lekin bu to'g'rimi? Albatta yo'q. Islom bizni shoshma-shosharlik bilan hukm chiqarishdan qaytaradi. Har bir kasallik ham, har bir muammo ham sehr sababli bo'lmaydi. Inson ba'zan oddiy kasallikka chalinadi, ba'zan ruhiy bosimni boshdan kechiradi, ba'zan esa Alloh uni sabr bilan sinaydi. Shuning uchun musulmon avvalo tabiiy sabablarni ham ko'rish kerak. Zarurat bo'lsa shifokorga murojaat qiladi, keyin esa Allohdan yordam so'raydi. Ammo Qur'on va sunnatda sehrning ayrim ta'sirlari bo'lishi mumkinligi ham bayon qilingan. Ba'zi insonlarda er-xotin o'rtasida kutilmaganda kuchli adovat paydo bo'lishi, sababsiz qo'rquv yoki bezovtalik, ibodatga nisbatan suskashlik, dahshatli tushlarning ko'payishi kabi holatlar uchrashi mumkin. Lekin bularning o'zi aniq sehr degani emas. Bu alomatlar boshqa kasalliklar yoki ruhiy holatlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Afsuski, ayrim firibgarlar odamlarning qo'rquvidan foydalanib, senga kuchli sehr qilishgan, falon pul bersang yechib beraman deb aldaydi. Musulmon bunday odamlarga ishonmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizni folbinlar va kohinlardan uzoq bo'lishga qat'iy ogohlantirganlar. Haqiqiy najot esa Allohning kalomidadir. Qur'on tilovati, duolar, zikrlar va tavakkal mu'minning eng kuchli qalqonidir. Ammo yana bir savol tug'iladi. Sehrni buzish uchun sehrgarning oldiga borish mumkinmi?
yoki bu yanada katta gunohmi? Ko'pchilik bir xatoga yo'l qo'yadi. Ular o'zida yoki yaqinida g'ayrioddiy holatlarni sezishi bilanoq darhol sehrgarning oldiga yuguradi. Ammo bu to'g'ri yo'lmi? Javob juda aniq: yo'q. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni folbinlar, qohillar va sehrgarlar huzuriga borishdan qat'iy qaytarganlar. Sababi ular odamlarning qo'rquvi va ojizligidan foydalanib, ularni yanada katta gunohlarga boshlashi mumkin. Ba'zi sehrgarlar sehrni faqat boshqa sehr bilan yechish mumkin deydi. Bu esa islom ta'limotiga zid. Yomonlikni yana yomonlik bilan yo'qotib bo'lmaydi. Haqiqiy shifo faqat Allohning izni bilan keladi. Shuning uchun mu'min inson avvalo Allohga tavakkal qiladi, Qur'on tilovatini ko'paytiradi, sahih duolarni o'qiydi va zarurat bo'lsa, Qur'on va sunnatga muvofiq ruqiya bilan davolanishni tanlaydi. Ammo bu yerda yana bir muhim savol tug'iladi. Ruqiya o'zi nima? Uni kim ham o'qishi mumkin? Har kim menga ruqiya qilaman desa, unga ishonish kerakmi? Shu o'rinda juda muhim bir haqiqatni unutmaslik kerak. Sehrgarlarning eng katta quroli sehrning o'zi emas, insonning qo'rquvidir. Qo'rqqan odam asta-sekin noto'g'ri yo'lni tanlay boshlaydi. Kimdir folbinga boradi, kimdir tumor taqadi, yana kimdir maxsus duo deb noma'lum yozuvlar yoki tushunarsiz belgilarni olib yuradi. Aslida esa mu'minning qalbi faqat Allohga bog'lanishi kerak. Qur'onda Alloh taolo shaytonning inson ustidagi kuchi cheklanganini bildiradi. Shayton majburlay olmaydi. U faqat vasvasa qiladi. Inson esa o'z irodasi bilan noto'g'ri yo'lni tanlaydi yoki undan yuz o'giradi. Shuning uchun ham sehrgar avvalo insonning qalbiga shubha solishga harakat qiladi. U senga kuchli sehr qilishgan deydi. Kel, buni mendan boshqa hech kim yecha olmaydi deydi. Mana shu joy eng xavflisidir. Chunki banda shifoni Allohdan emas, odamdan kutishni boshlaydi. Holbuki shifo beruvchi faqat Allohdir. Odam esa sabab bo'lishi mumkin. Xolos. Ayrim sehrgarlar Qur'on oyatlarini o'qiyotgandek ko'rinadi, ammo ular orasiga tushunarsiz so'zlar, noma'lum belgilar yoki shirk aralash amallarni qo'shib yuborishadi. Tashqaridan qaraganda hammasi diniy ko'rinadi, ammo aslida bu odamlarni aldashning bir usulidir. Shuning uchun musulmon har qanday tabib yoki ruqiyachining oldiga borishdan oldin uning amallari Qur'on va sahih sunnatga mos keladimi? Shuni tekshirish kerak. Eng katta himoya esa har kuni Allohni zikr qilish, Qur'on tilovat qilish va unga tavakkal qilishdir. Qalbi Alloh bilan bog'langan insonni shayton yo'ldan ozdirishga urinadi, lekin uning iymoni eng katta qalqon bo'ladi. Ammo bu yerda yana bir muhim savol tug'iladi. Agar sehr haqiqatan ham mavjud bo'lsa, nega Alloh unga yo'l qo'yadi? Bu savolga javobni tushunish uchun hayotning o'ziga qarash kifoya. Alloh insonni boylik bilan ham, kambag'allik bilan ham sinaydi, sog'liq bilan ham, kasallik bilan ham sinaydi. Xuddi shuningdek, ayrim insonlar uchun sehr ham sinov bo'lishi mumkin, lekin bu sinov hech qachon Allohning adolatsizligi emas, chunki Alloh hech kimga uning toqatidan ortiq yuk yuklamaydi. Shayton esa insonni qo'rqitishga harakat qiladi. U odamning qalbiga sen qutula olmaysan, hayoting tamom bo'ldi, endi seni hech kim qutqara olmaydi degan vasvasalarni tashlaydi. Mana shu vasvasaga ishongan odam asta-sekin umidsizlikka tushadi. Aslida esa mu'min hech qachon Allohning rahmatidan umidini uzmaydi. Qur'on bizga shuni o'rgatadiki, eng kuchli himoya iymon, tavakkal va Allohni ko'p zikr qilishdir. Shayton aynan shuni xohlamaydi. U insonni Qur'ondan uzoqlashtirishni, namozni tark ettirishni va qalbini qo'rquv bilan to'ldirishni istaydi. Shuning uchun ham haqiqiy kurash sehr bilan emas, avvalo o'z iymonimizni mustahkamlash bilan boshlanadi. Qalbi Allohga bog'langan insonni qo'rqitish oson emas, chunki u biladi, Alloh xohlamasa hech bir maxluq unga zarar yetkaza olmaydi. Ammo tarixda shunday bir voqea bo'lganki, hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham sehr qilingan. Bu voqea qanday sodir bo'lgan? Kim bunga jur'at qilgan va Alloh taolo o'z payg'ambarini qanday himoya qilgan? Tarixdagi eng mashhur voqealardan biri aynan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qilingan sehr bilan bog'liq. Bu voqea sahih hadislarda rivoyat qilingan. Yahudiylardan bo'lgan Labid ibn Asam ismli bir kishi payg'ambarimizga sehr qilishga uringan. Bu yerda juda muhim bir narsani tushunish kerak. Ba'zi odamlar bu voqeani noto'g'ri talqin qilib, go'yo sehr payg'ambarimizning vahiy olishlariga ta'sir qilgan deb o'ylashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri tushuncha. Islom ulamolari tushuntirishicha, bu sehr vahiyga yoki dinni yetkazish vazifasiga hech qanday ta'sir qilmagan. Alloh o'z payg'ambarini vahiy masalasida to'liq himoya qilgan. Sehrning ta'siri faqat insoniy jihatlarga oid ayrim holatlar bilan cheklangan bo'lgan va bu ham Allohning izni bilan
yuz bergan sinov edi. So'ngra Alloh taolo Jabroil alayhissalom orqali bu sirni payg'ambarimizga bildiradi. Sehr yashirilgan joy ham ma'lum qilinadi. U yerdan sehr bilan bog'liq narsalar olib tashlanadi va Alloh taolo Falaq hamda Nas suralarini nozil qiladi. Bu ikki sura bejizga Muavvizatayn, ya'ni panoh so'rash suralari deb atalmagan. Ular mu'min uchun eng buyuk himoyalardan biridir. Shu voqea bizga bir haqiqatni o'rgatadi. Himoya sehrgarda emas, himoya faqat Allohning kalomidadir. Kim qalbini Qur'on bilan mustahkamlasa, Alloh unga yo'l ochadi. Qo'rquvini xotirjamlikka aylantiradi va o'z panohiga oladi. Shayton esa aynan shuni istamaydi. U insonni Qur'ondan uzoqlashtirish uchun har qanday yo'lni sinab ko'radi. Shuning uchun mu'minning eng katta qalqoni har kuni Allohning kalomini tilovat qilish va unga tavakkal qilishdir. Ko'pchilik shunday savol beradi: agar menga sehr qilingan bo'lsa, undan qanday qutulaman? Bu savolga javob izlayotgan odam eng avvalo bitta xatodan ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zilar sehrdan qutulish uchun yana sehrgarning oldiga boradi. U esa men buni yechaman, buning evaziga falon narsani qil deb har xil shartlarni qo'yadi. Masalan, tushunarsiz belgilar yozilgan qog'oz beradi, noma'lum so'zlarni takrorlatadi yoki harom amallarni bajarishni buyuradi. Musulmon esa bu yo'lni tanlamaydi, chunki yomonlikni yomonlik bilan yo'qotib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlariga himoya yo'lini o'rgatganlar. Bu yo'l Qur'on, sahih duolar, namoz, zikr va Allohga tavakkaldir. Qalb Allohga yaqinlashgan sari shaytonning vasvasasi zaiflashadi. Shuni ham unutmaslik kerakki, ba'zan inson o'zida sehr bor deb o'ylaydi. Aslida esa muammo boshqa sababdan bo'ladi. Shu bois har qanday kasallik yoki ruhiy qiyinchilikni darrov sehrga yo'ymaslik kerak. Zarurat bo'lsa shifokorga murojaat qilish ham islomga zid emas. Haqiqiy mu'min sabablarni qiladi, lekin natijani faqat Allohdan kutadi. Shayton esa buning aksini xohlaydi. U inson umidsizlikka tushirishni, qo'rquvda yashashni va Allohdan uzoqlashishni istaydi. Ammo Allohga chin dildan suyanadigan banda hech qachon yolg'iz qolmaydi. Eng qorong'u kechada ham Allohning rahmati unga yo'l ochadi. Qalbda iymon bo'lsa, qo'rquv asta-sekin xotirjamlikka aylanadi. Ammo yana bir muhim haqiqat bor. Shayton insonni birdaniga katta gunohga boshlamaydi. U avval kichik narsadan boshlaydi. Avval fol ochishga qiziqtiradi, keyin burchlar va taqdirni aytib beradigan sahifalarga ishontiradi. So'ngra buni shunchaki sinab ko'rsam nima bo'lardi degan fikrni qalbga soladi. Mana shu joy eng xavfli qadamdir. Chunki shaytonning maqsadi insonni asta-sekin Allohga bo'lgan tavakkaldan uzoqlashtirishdir. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'zini tabib, ruqiyachi, folbin yoki sehrni yechuvchi deb tanishtiradigan ko'plab odamlar bor. Ulardan ayrimlarini Qur'on oyatlarida ham o'qishi mumkin, ammo agar ular buning orasiga tushunarsiz so'zlar, noma'lum belgilar yoki Qur'on va sunnatda bo'lmagan amallarni qo'shsalar, bu juda xavfli yo'ldir. Musulmon har bir amalini Qur'on va sahih sunnat mezoni bilan o'lchaydi. Agar biror narsada dinimizda bo'lmasa, uni din nomidan qilish ham to'g'ri emas. Eng achinarlisi shundaki, ayrim insonlar yillar davomida sehrgar yurib, katta mablag'larni yo'qotadi, ammo qalblari xotirjam bo'lmaydi. Chunki haqiqiy xotirjamlik pul evaziga sotilmaydi, uni faqat Alloh beradi. Shu sababli mu'minning qalbi har qanday qo'rquv paytida avval Robbisiga yuzlanadi. U biladiki, osmonlar va yerning hukmdori Alloh ekan. Hech qanday sehr, jin yoki shayton uning irodasiz zarar ham, foyda ham bera olmaydi. Ana shu e'tiqod insonni qo'rquvdan ozod qiladi va qalbini mustahkamlaydi. Inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, u o'zini butunlay ojiz his qiladi. Muammolar birin-ketin keladi. Duolar qabul bo'lmayotgandek tuyuladi va qalbini qo'rquv egallaydi. Aynan mana shunday paytda shayton insonning qulog'iga vasvasa qiladi. Alloh seni tashlab qo'ydi. Lekin bu eng katta yolg'onlardan biridir. Alloh mu'min bandasini hech qachon tashlab qo'ymaydi. Sinov qancha og'ir bo'lmasin, uning ortida hikmat bor. Qora sehr ham insonni Allohdan kuchliroq qila olmaydi. Jinlar ham, shayton ham, sehrgarlar ham barchasi Alloh yaratgan maxluqlardir. Ular uning iznisiz biror ish qila olmaydi. Shuning uchun mu'minning eng katta kuchi qo'rquv emas, iymondir. Qalb Qur'on bilan yashasa, namozda mahkam ushlasa, ertalab va kechqurun zikrlarni tark qilmasa, Allohning himoyasi unga yaqin bo'ladi. Shayton esa aynan shundan qo'rqadi, chunki Allohni ko'p zikr qiladigan qalbni vasvasa bilan yengish juda qiyin. Shu sababli har bir musulmon o'z uyini Qur'on tilovati bilan nurli qilishi, farzandlariga Allohga tavakkal qilishni o'rgatishi va har qanday muammoda avvalo Robbisiga yuzlanishi kerak.
Dunyodagi eng dahshatli sehr ham, eng makkor sehr ham, eng kuchli jin ham Allohning qudrati oldida ojizdir. Bu haqiqatni qalbiga joylagan insonni qo'rquv emas, tavakkal boshqaradi. U biladi, haqiqiy himoya tumorlarda ham emas, qo'lbullarda ham emas, balki faqat Allohning kalomi va uning rahmatidadir. Shu haqiqatni unutmagan mu'min Allohning izni bilan dunyodagi eng katta fitnalardan ham sobit qoladi. Bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shunday qiziqarli va manfaatli ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'z sahifamizga kirib tomosha qilishingiz mumkin. Va hozir esa obuna bo'lishni esdan chiqarmang.